Assalomu alaykum. Bugun ishlab chiqarilishiga ancha yillar bo'lishiga qaramay, o'z muxlislariga ega bo'lgan ZIL 131 haqida gaplashamiz. Ko'pchilikka tanish bo'lgan savol, aka, ZILni taxlab chiqsam arzon tushadimi yoki bozordan olsammi? Bu o'zi rasxod qancha? Terib chiqib, yurg'izib chiqquncha. Men bu mashinani olishdan oldin juda ham bozorlarga ko'p borganman, ko'rganman. Tayyor holatdagisidan ko'ra bozordan olgandan ko'ra o'zim taxlab chiqqanim menga udobniyga osh qilgan, lekin juda ham qimmatga tushgan. Sababi hamma narsani yaxshisini qo'yishga harakat qilganmiz. Masalan, kuzovimiz o'rtacha $3000 bitgan. Podiyomniy bilan o'rnashi, mashinamizni dokumenti bilan nomga o'tishi $9000 dan ozgina o'tgan. Xo'p, balonlarimiz $220 dan 6 ta balon, $150 dan 6 ta diska. Balonlar ham sifatli, saylon balonlarni qo'yilgan, diska ham Sultan toza diskani qo'yilgan. O'rtasi ham oldi ham saylon, orqasi ham saylon balon. Mosga kelsa, mosni vengerskiy lazmos qo'yganmiz. Bizga o'rtacha $1000 atrofida tushgan. Homos qo'ysa $1700, $1500 atrofida ketadi. Risolimiz $500 dan olingan. Unga ham o'sha uстановка taglaridagi polni o'rnashi bilan unga alohida $500 xizmatiga berilgan. Mos, risol hammasi o'rnash uchun. Bu balka ham almashgan. ZIL 131 larning o'zini balkasi emas. Bu ZIL bichoni balkasi, u ham $550 o'rtacha narxi yaxshisini. Gaz balonlarimizga esa gaz balonlarimiz 8 ta 60 talikka teng keladigan 460 kuba 460 talik gaz balonlarimiz bor. Gaz balonlarimiz yangidagi holati rabочий olingan. 2022-yil, 21-yil gaz balonlarimizni $120 shunaqa atrofida olingan. Sizni hisob-kitobingiz bo'yicha bu mashina necha pulga tushgan? Sizning fikringiz albatta bizga qiziq. Video tagida izoh qoldirib keting. Bozordan olgan yaxshimi yoki o'zingiz tayyorlaganingiz yaxshimi? Xayr, salomat bo'ling. Bu videoni ZIL olmoqchi bo'lgan yoki 131 yuborib qo'ying.